Assalomu alaykum do'stlar. Malayziyada kelin qo'yini, masalan kelin restoranlar bo'lsa, to'y qilishdan Malayziyada kelinlar mana shunaqa qo'ynaklarni olib arendaga kiyishadi. Bu mana bu Azui Brendal degan katta bitta malayziyalik opani restoranlari. Bu yerda ya'ni arenda qo'ynaklar olsa bo'ladi. Kelin kuyovlar primoy shu yerdan kiyib, restoranda to'ylarini o'tkazib, keyin bemalol ketishaveradi. Bu yerda har xil ko'ylaklari bor. Hijoblilar uchun, oddiy mana bunaqa bizani fataga o'xshagan, kuyovlarga, ya'ni har xil rangiga qarab topib berishadi. Malayziyada kelin qanaqa rang kiysa, kuyov ham shunaqa rang kiyadi. Bir xil, mana shunaqa bir xil da kiyishadi. Bir xil rang bo'lmaydi. Har xil, masalan bir havo rang. Ya'ni ko'p ranglari juda ham chiroyli. Mana shunaqa kuyovlar bilan bir xil bo'lishadi. Restoran ichi mana shunaqa ikkita zali bor. Bitta kichik o'rtacharoq va naryoqda yana bitta katta zali bor. Endi bu kichkina deganda ham ja kichkina emas. Normalniy ovqatlar, bu yerda ovqatlar qilinadi. To'yga kelganlar shu o'zlari kelib, o'zlari tarelkalariga solib, bemalol yeb ichib ketishadi. Mana to'yxonani ichi. Bu kichkina zali, katta zali naryoqda. Kelin kuyov o'sha yerda o'tirishadi. Bizani restoranlarda restoran juda ham chiroyli, nafis. Bu yerda to'yanachilar kelib o'tiradi. Shunaqa podarka beradigan bu ham shu Azui Brendal. Buni xo'jayini bitta opa, bu malayziyalik opa. Bu katta zali. Bunisi вообще chiroyli ekan ichlari. Kattaroq ekan. Lekin ichi bir xil, narsalari bir xil, hammaning joyi bir xil. Bu kattaroq. Katta ekan. Agar juda ham odam ko'p kelsa, bu zaldan, ya'ni bu yoqda ham bitta eshik ochib qo'yishgan. Narigi tomonga ham mehmonlar o'tirsa bo'lsa kerak, menimcha. Shuning uchun qilingan shekil. Keyin mana ovqatlar qiladi. Ovqatlar, har xil ovqatlar qo'yiladi. Tarelka olib, o'zinglar, masalan, o'zlari olib, nima kerak bo'lsa olib ketishaveradi. Ichimliklar, kofe, sok, hamma narsa qo'yishadi. Juda ham chiroyli. Mana shu yerdan kelin kuyovlar o'tadi bu yoqqa. Bu Bangi Baru. Malayziyaning Bangi Baru degan joyda Evo Mall'ni ikkinchi etajida joylashgan. Malayziyalik ayollar milliy libosi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Yubkali va koftali.
mini baru. Bu yerda ko'p aktrisalar, aktyorlar va shunaqa ko'p ayollar ko'ylaklar, ya'ni kiyim, kechak Malayziyani tradisional kiyimlari, shunaqa ko'ylaklar sotiladigan joylar.